Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bizning kanalimiz muntazam kuzatib borayotgan obunachilar, azizlar, biogomuslarni mana shunaqangi ajoyib bir-biridan chiroyli issiqxonalarga, ya'ni teplisalarga olib kelyapmiz. Bu joyda bizning biogomuslarimiz qo'llanib, barcha turdagi dekorativni archalar, gullar mana qaranglar. Do'stlar, ko'rganmisizlar shuni? Archani mana shu tarzda bo'lishini. To'g'ridan to'g'ri ko'chatlash, ko'chat ekish jarayoni mana biogomusga. Qiziqayotganlar bittadan like bosib qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlab qiziqadigan yurtdoshlarga podelitsiyani ulash tugmalarini bosib qo'yamiz. Mana tadbirkorlarimiz mehnatda, mehnatini qo'llab-quvvatlab like bosib qo'yasizlar. Azizlar, demak, video davomida o'qituvchilarga ko'zimiz tushdi. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xirmonga baraka bersin. Charchamayapsizmi? Agrar instituti bilan bizani to'g'ridan to'g'ri shartnomamiz bor. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz, qaysi fakultet, kim bo'lib ishlaysiz? Men Agrar universitetida O'rmon xo'jaligi va landshaft dizayn fakulteti, o'rmonchilik va landshaft dizayn kafedrasi dotsentiman. Nima ko'chatlar ekilyapti hozirgi vaqtda? Ko'chatlarimiz mana berisklет ko'chatimiz bor. Bu yerda yapon xurmosi. Yapon xurmosi qayerda ekilgan? O'shani to'g'ridan to'g'ri bir ko'rib o'tsak yaxshi bo'lardi, opa. Demak, yapon xurmosiga o'zimizda yetishtirilganmi yo to'g'ridan to'g'ri u yoqdan olib kelinganmi chet davlatdan? Albatta bu introduksiya qilingan. Qilingan, a? Bo'ta hisoblanadi. Bo'ta. Bo'ta hisoblanadi. Masha? Ha, hozirgi kunda buni o'sha qalamchasidan maxsus mutaxassislarimiz bor. O'sha ilmiy ish ustida olib borilgan assistentlarimiz bor. Ular tomonidan mana ekilgan qalamchasidan. Demak, bu hozir o'sha qalamchalari ekilibdi, ko'karibdi. Hozir kunda bunga o'sha o'ziga beradigan ozuqalar berildi. O'sha karnavinga solib 5 soatda 9 soatdan 25 soatgacha ushab turib, karnavinda ushab turib, ildiz oldirish uchun. Yaxshi ildiz oldirish uchun, demak, bu yoqqa o'sha yapon bexisining qalamchasi ekilgan. Yapon. Tepada mana bu mojavelnik. Mojavelniga? Bu ham tajriba asosida ekildi bu. Ekilgan bular. O'sha o'zining mutaxassislik tomonidan ilmiy ish olib boriladigan mutaxassislarimiz bor. Mutaxassis bor. Stajyor tadqiqotchilarimiz bor. Sizlar tomonidan ekildi. Bu tomonda mana pista. Pista. Bu ham maxsus plyonkalarga, hozirgi kunda maxsus qopchalarga, keyin asosiy albatta o'z joyiga ekiladi. Bu qanaqa pista endi, opa? Bu xandon pista. Xandon pista, to'g'ridan to'g'ri ekilgan. Buni albatta urug'idan ko'paytirib oladi. Keyindan keyin albatta bularni, demak, payvand qilinadi. Payvand qilinadi. Mana studentlarda, mana talabalarni to'g'ridan to'g'ri ish jarayonida olib kelib ko'rsatib o'tyapsiz. Bular qiziqish qanaqa o'zi? Juda ham yaxshi. Hozir mana amaliyot darsimizda mana rayhon ekish jarayonidamiz, a? Demak, har bir xonadonga rayhon ekilsa, rayhonni eskitdan o'sha buvilarimiz, momolarimiz aytadi, xonadonga ham pashsha bu narsalarga, xullas nimaiki, pomidor eksa orasiga ekadi va hokazo. O'sha jarayonda ham yo'nalish berib o'tasiz. Rayhon mana o'z ko'rishingiz mumkin, mana pastroqda. Hozir rayhonni 3 ta turini ekyapmiz. 3 xil turini, 3 xil turini ekilyapti. Ko'k rayhon va sada rayhon. Sada rayhon. Sada rayhoni u kichkina bo'ladi, chiroyli. Mayda bo'ladi. Nisbatan bo'yi pastroq bo'ladi. Pastroq. Mana bu ikkita nimada ekilib bo'lgan. Mana chiqdi mana. Bu qaysi biri? Bu ko'k rayhon. Mana. Ko'k rayhon, a? Demak, yana hozir mana biogomus ustiga yana ozgina beramiz. Demak, azizlar, bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak. Agrar universiteti bizni bioorganik o'g'itlar emchijimiz bilan to'g'ridan to'g'ri shartnomamiz bor. Tuproqshunosligi talabalari 5 yil, 6 yildan beri to'g'ridan to'g'ri bizning joyimizga borib tajriba oshiradi. Demak, biogomusni qo'llab ekilsa, yaxshi sog'lom o'simlik o'sadi. Sog'lom o'simlik o'sadi. Rivojlanadi ham. No'g'ri, yaxshi o'sib rivojlanadi. Biza kutgan natija bo'ladi. Albatta biogomusda biogomus ishlatilishi kerak. Qora
rayhon, bu ham mana Bu qora rayhon. Mana hozir mana chiqyapti mana. Aha. Buni endi xudo xolasa ozgina bir haftalik nima bor, muddat bor. Bir haftadan keyin albatta ichida tozalab, Aha. begona o'tlardan keyin undan yana ozgina biohumus bersa, undan ham yaxshi bo'ladi. Demak, tabiiy organik o'g'it biohumus qo'llab ekilsa, Albatta 100% natija olishga muvaffaqiyat bo'ladi. Hozir yana o'sha sada rayhonimiz ekilyapti mana. Aha. Talabalarimiz o'zlari masalan ustida. Bular hozir nechinchi bosqichda bu talabalar? Bular ikkinchi bosqich talabalari amaliyot darsida. Amaliyot darsi. Qiziqishlar qanaqa o'zi? Yaxshimi yoki majburiymi? Yo'q, majburiy, bu yoqda majburiy hech kim olib kelmaymiz. Majburiy yo'q, a? O'sha amaliyot darsini o'zlari xohishi bilan keldi talabalarimiz. Mana qizlarimiz ham o'zlari mana qo'li bilan ekildi rayhonlarni. Hozir amaliyot nazariy tomondan biz demak o'sha yordam berib turamiz. Rahmat sizga. Mana bu yerda yana bitta nimamiz bor. Ha, mutaxassisimizni hozir yana maslahat so'raymiz. Demak, azizlar, hozir yana bitta o'qituvchimizni mana shu ish jarayonida uchratib qoldik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Xolg'a Shohista Abduvasitovna Toshkent davlat agrouniversiteti o'rmon xo'jaligi va landshaft dizayn fakultetining dotsenti bo'laman. Xush kelibsizlar avvalambor. Rahmat. Sizlar bilan biz ko'p yildan beri hamkorlik ishlarini olib boramiz. Mana bugun bizni kichik tajriba xo'jaligimizga va o'rmon xo'jaligi va landshaft dizayn fakultetini kichkina tajriba xo'jaligiga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, mana hozir talabalar bilan o'quv amaliyotini aynan shu joylarda biz olib boramiz. Bunga sabab bu fakultetda nafaqat o'rmon xo'jaligi balki landshaft dizaynerlar ham tarbiya topib, ilm topib, ilmiy ishlarni olib borishlari shart. Biz o'zingizga ma'lum, mana ko'p yildan beri siz bilan hamkorlik qilamiz. Aynan mana shu o'simliklarni talabalar nafaqat go'zal ekishni, o'rniga qo'yib ekishni, balki ushbu o'simliklarni yetishtirishni ham bilishlari kerak. Bu endi amaliyot o'qituvchilari bilan, ma'ruza o'qituvchilari bilan bevosita yerda ishlab o'zini ilmiy ishini bajargan ustozlar bilan olib boriladi. Agar hozir sizga qiziq bo'lsa, biz nimalar haqida, talabalar nima bilan ekyapmiz, nimalarni hozir ekib bo'ldik va ekish jarayoniga ham sizni lutfan taklif etamiz. Demak, mana shu shunaqa bir qiziqarli jarayonlar bo'lyapti. Opa, mana shu ekkan qalamchalarimizni ko'rib o'tyapmiz. Bu narsalar qalamchalar tutganda bu nima bu o'zi? Bu yapon normushko hisoblanadi yoki bo'lmasam bersklet yaponskiy. Ushbu o'simliklar doimiy yashil va buta o'simliklari hisoblanadi. Endi bularni hozir stimulyatorlardan foydalanib ekilganiga hozircha mana 2 hafta bo'lib qoldi. Ammo umuman oladigan bo'lsa ushbu o'simliklarni biz ildiz chiqarish prosesiga hali yana kelasizlar va bu jarayonlarni ham ko'rasizlar. Bu jarayonlar o'zidan o'zi bo'ladigan jarayon emas, kutaydigan jarayonlar. Ildiz olish imina nomushlarda ildiz olish 2 haftadan boshlanadi. 17-18 kunga qarab ildiz olish jarayoni boshlanadi. Bular ekilgan 2 hafta bo'ldi. Keyingi hafta nasib bo'lsa kelsalaringiz ildiz olish jarayonini ham kuzatamiz. Bu yerda mana mashhur shamshotlar turibdi. Shamshot. Mana siz shamshot o'simliklarini ko'pchilik oddiy aholi shamshotlarni buta deb o'ylashadi. Aslida bular 500 yilgacha ham umr ko'radigan daraxtlar. Bir tup yo? Ha, 500 yilgacha 500 gacha umr ko'radigan daraxtlar hisoblanadi. Daraxt yoki bo'lmasam buttasimon kichik daraxtlar. Ushbu daraxtlar qarangda qiziqarli ma'lumot shundan iboratki, shamshot daraxtlari zaharli daraxtlar hisoblanadi aslida. Bular o'sib turgan hududda o'zidan fitonsid moddalar chiqaradi. Lekin landshaft dizaynda xonadonlarni, gazonlarning ustini landshaft dizayn qilib bezashda juda ham qulay va tabiat san'atida juda ham bu o'simliklardan foydalanish qulay. Chunki kesganingizda bular qurib qolmaydi va juda ham yaxshi o'lchamli xususiyatga ega. Keltirib o'tishimiz mumkin, shamshot o'simliklari 2 haftada ildiz chiqarishni boshlaydi. Qalamchadan ekkanda. Bu oddiy xalq ham o'zini uy sharoitida eksa bo'ladi. Aynan sizlarning firmalaringiz tomonidan olib kelingan torflardan foydalansa, torf hamda biohumuslardan, organik o'g'it. Biohumuslardan foydalansa juda ham yaxshi o'g'it beradi. Chunki har birimizga ma'lum, insonga ham vitamin kerak, o'simlikka ham imina mana shu sizlar tomonidan olib kelingan reklama bo'lib qoldi. Lekin bu o'simlik anaqalardan biz keng foydalanganimiz uchun ham va buni biz foydasini ko'rganimiz uchun ham aytib turibman va oddiy aholi imina mana shulardan foydalanib eksa yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Yuring, ichkariqda yana boshqa o'simliklarni ko'ramiz. Demak, bu narsa, bu ko'chatlar nima opa?
Bu ko'chatlar doimiy yashil bo'lgan Ra'no Guldoshlar oilasiga mansub bo'lgan Lavra vishneli karsini. Balandroq. Lavr olchasi ham deyishadi. Doimiy yashil o'simlik. Bu o'simlikni ham tabiat san'atida keng foydalansangiz bo'ladi. Ma'lumki, Ra'no Guldoshlar oilasi nafaqat o'zini mevalari bilan, balki daraxtlarini go'zalligi bilan ham e'tiborni jalb etadi. Ushbu o'simliklar Lavra vishneli karsini, ya'ni lavr olchasi balandligi juda ham baland bo'lmaydi. 4-5 metrdan oshadi. Bizning sharoitimizda bu keltirilgan o'simlik hisoblanadi, introduksiya qilingan o'simlik hisoblanadi. Barglari doimiy yashil va mana hozir qalamcha qo'yildi. Bunga ham 2 haftadan oshdi. Keyingi haftalarda kelsangiz, albatta sizga ildiz tizimini qanaqa rivojlanganini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir ish jarayonini ham bitta ko'rsatib o'tsak-da. Mana hozir normal shularni ko'rib tursiz. O'sha bular ildiz olganlari. Ildiz olgan Mana bo'lar. kichkinalarni ko'rgandingiz, ular ildiz olishni boshlagan edi. Mana bu yerda o't o'simliklar, oleandralar ekilgan. Bularni ham manzara hozir bilasiz, oldin oleandralar faqat xona o'simligi sifatida ekilardi. Hozirdachi? Endi ko'chada ham ekish mumkin bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri ko'cha sharoitida eksa bo'ladi. Konteynerlar, katta yirik konteynerlar. Yirik konteynerlarda. Xola aytib o'rdanami? Demak, opa, bu jarayon hozir nima ekilyapti, bu yoqda nima ekilgan? To'g'ridan to'g'ri biogumus bilan o'g'itlash jarayoniga ustida turibmiz. Bu jarayonda hozir ko'rib turganingiz, hozir mana talabalar o'z qo'llari bilan pol tayyorlashni boshlashdi. Bu pollar bizni eng sevimli bo'lgan va eng kerakli bo'lgan ota-bobolarimiz, momolarimizni suygan o'simligi Basilicus opilicus, ya'ni oddiy osh rayhon ekilmoqda bu yerda. Osh rayhoni yashil va fioletoviy, ya'ni binafsha tusli, qora tusli rayhon ekilmoqda. Bu rayhonlar bizning o'zbek milliy xalqimizning eng sevimli o'simliklari hisoblanadi. Lekin buni ham barcha ham ekish yo'lini bilmaydi. Buni ham ekish yo'li bor. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi yer tayyor, hozir tayyor ekish jarayoni va hozir humus sepiladi. Talabalar mana yer tayyorlab turibdi. Pollar tayyorlanadi, undan keyin humus sepiladi, undan keyin urug'lar sepilib, keyin urug'ning ustidan bevosita suv sepilib, urug' ozginagina shishib bilasiz, shishganda oq obolochka, ya'ni oq qobiq tayyorlaydi. Oq qobiq tayyorlangandan keyin humuslarni sepib, ustini yopib qo'yamiz 3 kunda dimlab. Bu texnologiyani oddiy xalqimiz ham bemalol foydalanib ekishlari mumkin bo'ladi. Demak, biogumusning xususiyati ekilayotgan urug'larga, ko'chatlarga nihoyatda ahamiyatga egadir. Albatta, mana hozir ko'rib turibsiz. Bu ham texnologiya edi. Mana masalan talabalar begona oyoqlar bosilmasligi yoki bo'lmasa aynan shu o'simlikni hozir biz ekib bo'lingandan keyin bularni nomi yozilgan kartochkalar ham osiladi. Nasib bo'lsa. Bannerlar asosida. Ha, kichik katta banner emas, kichik bannerlar osib qo'yiladi har biriga, chunki kelgan odamlar tanishish kerak. Albatta bu narsalarni va mana hozir biz maxsus yog'ochlar tayyorlab, eng qiziqarlisi bu yog'ochlarni talabalar o'zlari tayyorlashgan. Qo'l mehnati bilan. Da, qo'l mehnatlar bilan o'zlari tayyorlashgan va mana ikkilanib olib kelib ekishib, hozir bu joyda mashhur rozmarinlar. Mashhur rozmarin. Da, rozmarin haqida menimcha hozir o'zbek xalqini bu narsa bilan aql bo'lmasa kerak, hayron qoldirib bo'lmasa kerak rozmarinlar bilan. Bilasiz, mana hozir fan doktorimiz mana Muniraxon Inomova aynan shu rozmarinlarni ko'paytirish bo'yicha ilmiy ish olib boryaptilar hozir. Bularning asl ilmiy ishlari pista daraxtini ko'paytirish bo'ladi. Va mana hozir rozmarinlarni ko'p turgan bo'lsangiz, stimulyatorlarda bularni eritmaga eritib 24 soat davomida va keyin ekish ishlari olib boriladi. Ungacha yerlarini tayyorlab, ekish ishlari olib boriladi. Hozir mashina mana bitta butadan oldik, to'g'ridan to'g'ri ko'chatlash Ha, chunki qilish bo'lsa bo'ladi, mana bo'lingani. Mana hozir ko'rib turibsiz, bu katta onalik butog'idan olingan rozmarin hisoblanadi. Bu onalik butadan olingan. Ya'ni bu ko'p yillik o'simlik hisoblanadi, doimiy yashil o'simlik hisoblanadi. Rozmarin bilasiz, Yevropada ham farmatsevtikada foydalanishadi, ham oziq-ovqatda foydalanishadi. Hamki bu o'simlikni dorivor o't sifatida ham keng foydalanadi. Ham oshxonada ham keng foydalanadi. Masalan, oddiy xalqimiz balki oshxonada yaxshi bilishadi, oddiy xalq bilishini ham xohlardik. Ushbu o'simlikni masalan 1 litrli pista yog'iga
shunaqa kattalikdagi kesib solib qo'ysangiz 10 kundan keyin bu o'simlikdan solingan yog' sizga juda ham vitaminlarga boy bo'lgan salat uchun tayyorlash mumkin bo'lgan ozuqaviy modda bo'ladi, yog' bo'ladi. Oddiy oq yog' bo'lmaydi, u salat uchun maxsus yog' bo'ladi. Shuning uchun ham biz buni ham ko'paytirmoqchimiz. Agrar universitetining hududida kenglab yetishtirish uchun, ko'plab ekish uchun hozir mana ekish ishlari boshlandi va eng qiziqarlisi talabalar mana shu orqali ertaga o'qishni bitirishgandan keyin o'zlari shunaqa teplitsalar ochishadi, o'zlari ekishadi va iqtisodiy, moliyaviy tarafdan o'zlarini tezroq moliyaviy sharoitdan o'zlarini ko'tarib olishlariga bu shart-sharoit yaratiladi deb o'ylaymiz. Azizlar, yuqorida juda ajoyib fikrlar bo'ldi. Mana bu yog'imizlarimizni olib kelib turibmiz. Ustozlarimizga katta rahmat aytamiz. Qiziqayotganlar quyida telefon nomerlar bor. Agrar institutiga katta rahmat aytib qo'yamiz.